Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. 4-avgust kuni amalda bo'ladigan valyutalar kursi bilan tanishing. Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada qulay va tushunarli. Anjirpay moliyaviy ishlaringiz uchun yagona ilova. Rossiyadagi bank kartalaridan Humo, Uzcard va Visa kartalariga pul o'tkazmalari, shuningdek naqd pul yuborish xizmati ham mavjud. Kommunal xizmatlar, internet, TV, jarimalar, soliq va kredit to'lovlari, 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati. Anjirpay Rossiyadan O'zbekistonga qulay pul o'tkazmalari. Ilovani barcha platformalardan yuklab oling. $10 11.989 so'm 46 tiyin bo'lib 29 so'm 28 tiyinga qimmatladi. 1 yevro kursi 13.815 so'm 45 tiyin bo'lib 54 so'm 7 tiyinga qimmatladi. 1 Rossiya rubli 149 so'm 48 tiyin bo'lib 94 tiyinga arzonladi. 1 qozoq tengesi 25 so'm 27 tiyin bo'lib 3 tiyinga qimmatladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: Markaziy bank.